Dahshat! O'zbekistonda qiyomat alomati. Dahshatli sel keldi. Qayiqlar narxi osmonga sapchidi. Bugungi dasturimizda yurtimizda sodir bo'layotgan kutilmagan va tashvishli tabiiy ofatlar, kuchli sel va suv toshqinlari haqida eng tezkor ma'lumotlarni taqdim etamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda buni hatto qiyomat alomatlariga o'xshatayotganlar ko'paymoqda. Ushbu shok va tezkor videoda quyidagilarni ko'rib chiqamiz. Dahshatli sel ko'lami, O'zbekistonning qaysi hududlarida kuchli suv toshqinlari kuzatildi va tabiiy ofatning oqibatlari qanchalik jiddiy ekanligi. Qayiqlar narxi osmonda. Ko'chalarda harakatlanish qiyinlashgani sababli odamlar qayiq izlashga tushdimi va nega qayiqlar narxi birdan oshib ketdi hamda bundan kimlar foydalanib qolmoqda? Qiyomat alomatimi? Odamlar orasida tarqalayotgan vahimali xabarlar va bu g'ayritabiiy hodisalarning asl sabablari nimada ekanligi haqida. Barchasini o'z ko'zingiz bilan ko'rish va holatga baho berish uchun videoni o'tkazib yubormay oxirigacha tomosha qiling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Eng so'nggi qaynoq va yurtimizda sodir bo'layotgan muhim xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqchi tugmasini bosib qo'ying. Bu ko'rlar body kalimadan yakvatilar bo'ladi. Oyiga 10 mingdan berib o'tirar ekan. Bu bola Islombek bloger. Gaplarini tushuntirib beraman. Shu qizni Moskvada operatsiya qilish kerak bo'lyapti. Buning uchun 2 million rubl mablag' zarur. Yana bitta bo'lsa, tukurdi, davolandi. Butini operatsiya qilish kerak. Qizning sharoiti juda og'ir. O'zi nogiron, ham yetim, ham ijarada, kvartirada yashaydi. Bu qizga ehson qilish orqali baxt va ish yo'llaringiz ochilishiga, gunohlaringiz kechirilishiga sababchi bo'lasiz. Buni bir sanab ko'ring. Kimni zaif, ummatimga yordam eta, oxiratda biladi bo'ladi deya. Agar hammamiz birlashib 1 so'mdan bo'lsa ham to'plasak, albatta 2 million yig'iladi. Agar ekrandagi kartalarga ishonmasangiz, Islombekning raqamiga aloqaga chiqing. Har bir tiyin pulingizni Islombekning o'zi nazorat qilib to'playdi. Qaranglar, bizlar Oqtepa silib ketdi. Nodabek, Asilbek Do'lan avodiga chiqib o'qiyapti. Mitin bo'yasida kichkinasi tashlab ekan. İçinde odam yok makine. O bechoraga. O mashina. İçinde odam yo'qmi? Odam bor ekan. Nima? İçinde bor. Xudo. İçinde odam yo'q ekan. Yuralar uyini bor. Nima aytyapman? Voy Xudo!
Mollar shunday qo'qqanli. Mollar kelyapti degan hozir. Aytdimi, tilov aytdimi? Sen mana shu hozir olaylik. Videoga, olyapman. Okaxon qattoni nodir ekan, bunaqa Damas qattoni, o'moga sayr ekan, nima qo'ysiz? Aka, ichida odam bo'lgan. Sayr ekan, nima qo'ysiz? U sayr ekan, yomon ekan sizlar. Oho, gaz chiqyapti. Oho, gaz dedim. Ya, ushlab qo'la. Sen o'zingizlar biron qonun chiqarib. Namozing yengillashsin. Boya, vat ko'tarib olyapsiz. Gazishab, o'shan ketaman, shuna. Gazishab, Voy bilan. Yana. Voy bilan. Voy, abdumatlikal uyda ko'rsatdi. Qarayam ketdi. Voy bilan mollarim ketdi. Ey bilan. Ya, orang yurdi. Nima voy? Narga tomonga qara, narga tomonga, ana maskan. Shu qilib. Ko'rasan? Bilan. Voy, o'zi kerak. O'shat, voy. Mana. Shu bilan. Qara quloqni shod yana. Bilan. Millatmaslik kerak edi. Damas ekskavatorni ola olmaydi endi. Og'ir ko'nasi-ku baribir. Voy bila, tushirib qo'ysa ketar. O'zidan qo'rqyapti deyman-da. O'zi uni og'izib kelyapti deyapman men. Siqyapti. Ha, malarga kelsa shiqillatib olib ketadi-da. Nere kelmazdim, bera keldi. O'zini siryapti-da. O'zini sirib kelyapti. Ha, Haydayapti ya. Haydayapti yo'q. haydayman deyapti. Mana o'tsa bu yoq yomon-ku, o'rtasiga sayas ketadi. Nariq qarab yurish kerak. Nariq qarab yur. Manavsiga Damas og'irlik bo'ldi. Battar nima qiladi? Haydama bu yoqqa, haydama, kuyasan. Izingga qayt, izingga qayt. Ya, o'zini sirib ketishmoqda. O'zini lekin o'zini sirib ketishmoqda. Og'irlik. Ha, shu o'rtaroqqa chiqib olsa bunda, chiqdi. Üzerge uçta şunu sakmayın. Taraqa o'tib olsa shuni sakmayın. Oqim bo'lsa haydab chiqarib oldi. Yuring. Mana bu chuquramda. Üzerge o'tdi. Ha, chuqur. Bo'ldi, qoldi shu yerda endi. Chuqurga haydaydi. Biz ham bilamiz o'zi ko'ylagan chuqur. Yuring. Qoldi endi. Vay, beni Qirrab haydash kerak. Teparasi. Nega olib chiqib
poyozga chiquvni surish kerak-da bu. Hurmatli Uchtepa Qo'rg'oncha madaniyat mahallalari fuqarolar, sel kelib mana hozir Bolshevikdan o'tib qo'shni hovlilarga ham kirib ketmoqda. Shu sababli ogoh bo'ling. Teparoqqa balandroq joyga o'tinglar. Mana sel hali davom etmoqda. Sel ko'paydi. Fuqarolar ogoh bo'lamiz. Tovushini qara. Voy, bila keldi. Qoch. Qochdi de. Qoch. Mana voy bilan mana chiqib ketdi. Managa. Voy bila qarang. Voy bila, вообще yomon bo'ldi. Ya hanu nima edi? Ha, ketekkan. Ha? Ya bila, moshina qara nereye? Voy bila, moshina ketaverdi. Voy onasini yemsin. Bunday voqea bo'lmadi-ki. Bila ketmani pul bos kerak. Bila o tez kerak. Moshina moshina. Qara, soydan kelgan mana So'rayib sanaq degan zamonga chiqib ketdi. Men ham shuncha yerda yashab birinchi marta bu so'zni ko'rishim. Jizzaxda ham shu ma'mur zo'r bo'ldi. Bugun nima? Mana yoqdan nafar bilan o'tyapti. Qo'shni ko'ryapti. Qila, bu yoqda men hali ko'rganman yo'q. Hey,
Mayli bitta mol olib kelyapti. Bitta kattasi yiroqda, keyin 10 tama qo'yapti. Metrasiga bakim, dahshat bo'ldi, qoch. Bular ko'prik qulata bo'lyapti. Ay, kel. Kopita, ko'prik tomon. Ha? Voy, voy. Yo'q bila. Yo'q, nega ko'rinmayapti? Voy, bila. Voy, voy. Ha, bo'pti. Qoching. Voy, voy. Voy, bila. Ana shu. Ha, ko'prik kopita. Ya. Hey! Voy, ketdi ko'prik. Ko'prik ketdi, xoda kiraldida. Ha? Ko'prik ketdi. Ammo to'plar bor, qochinglar, qochinglar, qoch. Manaqa qoch, manaqa. Kir ichkariga, kir. Qoch. Voy, voy. Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar, hamqishloqlar. Mana bugun Maydonsoy qishlog'imizda mana qanday sel kelishini ko'rib qo'ying. Qoching, managa. Qoching. Mana qarang. Hech narsa qolmadi mana bu yerda.